Bugün videoda mesela biz mehmonlardan ko'rib chiqamiz. Bu mehmonlar judayam joyi va qiziqarli, siz kutmaganda ham ajoyib bo'lib o'tadi. Video boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling, videolarga like bosishni unutmanglar. Bu meyveler judayam noodatiy bo'ladi, ajoyib tarzda bo'lib o'tadi va bizlar videoni oxirida yami hamma blogerlar uchun kerak bo'lgan modlarni ko'rib chiqamiz. Videoni demak oxirigacha ko'rishni tavsiya bergan bo'lardim, chunki bu mod aynan videoning oxirrog'ida ko'rsatib o'tiladi. Xo'p, qani biz unda videoni boshlab olamiz. Men modlardan ko'rib chiqamiz, oxirrog'idan boshlaymiz. Ya'ni bu boshimi oxirimi men bilmayman xullas. Xo'p, mana qaranglar. Xo'p, mana deyman, biz birinchi stullardan boshlaymiz. Stul. Qaranglar, rang turli ajoyib turdagi stullar bor, hattoki mazza qilib o'tirsa ham bo'ladi. Bunaqa stullar qaysi moddan topasizlar o'zi? Qayerdan o'tasiz bu? Boshqa o'tirmayman. Keyingisi bularga o'xshagan stullar ajoyib, qaranglar. Ayni stullarga o'taylar, ajoyib. Aynilar o'rtasida nuqtasi ham bor, hatto nima Xo'p, nima qilmoqchi? Bunaqa narsalarga ovqat qo'ysa ham bo'ladi. Vaqtlargacha ovqat bo'lmi ekan? Bor bo'lishi kerak. Bor grill bor edi. Grilllar tovoq bor edi. O'sha tovoqni topolmayapman men ekan. Nomegan olsa voydot necha azobli oqtar shuncha modda topolmayapman. Ba'diga mayli keyin safar bo'la hozir bo'lmasa mayli. Xo'p, anqay turli ehtimol endi mana bularga qaraylar. Go'zalligini bunaqa hammasi bitta modda bitta mod shuncha mevalar bo'lmasin sindirib qo'ydim. Ana sindirdim, yong'on yo'g'orda palakat. Yong'on bo'lgan, xo'p, mayli. Sekin nusxonimizni to'g'rilab tiqib qo'yamiz, qo'y. Mana degan, mana senga ana endi tashlab olsa ham bo'laveradimi? Turli qo'y. Endi mana bu narsalar nima desalar, devorga qo'ygan joyim narsa bo'lib juda ham go'zal. Yomg'ir yoqqan paytda shuna paytda bo'ladimi? Video olyapmanmi? Qayerdan to'g'rilarda? Bilmayman, qayerdan to'g'rilash ishdan chiqib ketgan meni. Xo'p, obunachilar. Nima deyapti bu Mario? Nima deyapsan? Voydat. Nima qilinadi? Esdan chiqib qoldi, eslanmayapman unaqa. Tuman topib bo'lmayapti. Bir narsa qilib yozib menga haqq yo'q. Xo'p, dadang bobolar xarob video yaptirib chiqasan, iplos xarobi itdan tarqagan bu. Aynan hozirga qaytamiz. Endi ajoyib mebellar ko'rishni davom etamiz. Ular ajoyib chiroyli, lekin menga mashina yomon ham yo'q. Endi ham narsalar televizor, PlayStation unaqa qo'yadigan usti. Ya'ni o'shanaqalarni qo'ysa bo'ladi obunachilar. Narsa qishlatsa bo'ladi. Turli tumani bor. Buni lekin ichida narsa qo'yib olsa ekan, ichida narsa bo'lmasa ekan. Ular haqiqiy mana ustidan sakrab o'tyapti, ya'ni unaqa fakilari bilasizlar, undan o'tib ketiladi. Slotga o'xshab. Endi mana bu pechka bo'lmachilar va turli tuman soatlar va aytib stollar soatlari qaranglar, go'zal barar ko'tarib bo'lmaydi lekin. Mana hop. Endi bularni ichiga narsa ham solsa bo'ladi. Xohlagan turli chiroq bas mana bu narsada turli tuman rangi bor, hamma turidan bor. Bunaqa ajoyib. Meni yomon yo'q. Ichiga xohlagan narsalarni solsalar bo'ladi. Ajoyib tarzda bu mod kerak bo'lsa mendan kommentariyaga yozib qoldiring, o'zim sizlarga aytib o'taman. Xo'p. Mana ko'raylikchi. Fanar. Bu katta fanar ham bor desa, ko'rsatish esimdan ham chiqib ketibdi. Mana bu katta fanar o'zi yonab ekan. Yo'q, o'chirib yo'q qo'ydim. Mayli, obunachilar. Xo'p, qaranglar, qo'l videoga kichkinaga stolchaga o'tirsa ham bo'ladi. Shift bilan chiqib ketsa bo'ladi, shift bilan. Xo'p. Endi axlat qutisi va vanna ajoyib. Qaranglar, uxlab bo'lmayapti. Kechqurun basmi? Aynen xo'p. Endi dilamdan narsalar turli dadangni narsalar bo'lsa, alhamdulillah bu narsa. Xo'p, mana sekin sanada bilan to'g'rilasa ham bo'ladi. Uzun tinim sepidan chiqib ketib qo'yapti, ondan sonda bir gapiraman. Hoppa,
endi qayta ketyapti mana uni ag'imida baqa ketyapti o'rda yo'q bag'dan ko'rsatdim aql borishim kerak deysiz chiqib qolib ko'pini ko'rsatib o'rtam birpasda ho'p mana dadayma harom it baqa bo'q o'tirasan senchi o'tirib olgan nima bu yerda qo'lay qo'yib berganmi bu stol nevarang bo'lmay o'lpay yo'qolar shimshilla qayda stol chiroyligina hatto bular ham o'tirib olyapti endi mana sharmanda qilib o'tiribdi bolalar uzr so'rayman boshqa sabab sharmanda qiladi lekin seriyada hozir unaqa shaffof bo'lyapti asabni buzib bo'lmading sen borib endi bola bo'lmadi uzr obunachilar unaqa qilib turibdi endi mana qaylar unaqa non pishiradi nima deylardi o'zlari kommentga yozib o'tinglar mana shu narsaga keyin yomon ham yo'qdi obunachilar sun'iy olov ya'ni bu haqiqiy va sun'iysi olov ya'ni video olib turganlaringdan uylang yonib ketmaydi просто yonganga o'xshatib ko'rsatsalang bo'ladi bu ajoyib narsa endi zo'rlikdan bilan o'tiryapti ko'shapay bo'q qo'diryapsan to'l yo'qolgan bunga o'zim o'tirmoqchi edim mana qarab to'l yo'qol qurbaqa ya'ni xolangga o'tirasan to'l yo'qol xolangni ammasi to'l bilmasdan buzib oldim mayli to'l yo'qol xonanga qo'yib bergan ayta sen opaqanga o'tiryapsan to'l yo'qollarni mana endi qaylar bu chiroyli qurbaqa stolligida hattoki hayvonlar ham o'tiradi ko'kim yaxshi ko'kim o'tiradi mayli sekin har xillari bor har xillari sotamiz olamiz nima qilamiz o'zimizga kichiklantirib mayli mana kichkina stullar endi nima aytay mana shu mebel zo'r omadaki mana shu mebel ko'p serial kino bu narsalarga mana shu mebel chiqyapti obunachilar endi bunaqasi bor qishkisi bu o'tirib oling o'zimda rangman ekan deb o'tiraverasanmi ranging bir xil bo'lsa o'tiraveradimi to'l yo'qol baytdan nima ucholmayapsanmi o'tirgan boshqa stol topdi yo'qol men o'zim o'tiraman men ajoyib stol ajoyib tazaga palle mayli endi keyingisiga o'tamiz hoppala ham o'tirib oldim eshik ochaman yo'qol va shu vaqtimiz mana ochamiz yopamiz yopamiz va ichkariga kiramizda yopib ya'ni ochib chiqib yopamiz ajoyib ovqat mushimi itmi kitmi nima bo'lsa ham ovqat xullas ana gamma ya'ni kompyuterlarga zo'r o'yinchoq ekan men faqat qo'yib qo'ydim endi mana surat obunachilar oddiy surat bu fakir suratlar shunaqa bo'ladi masalan nima o'tsa bo'ladi oddiy endi mana zina anaqa nusxalab endi qurib ketaveradi sizlarga isbotlab qo'y bu zina bastim nevaramni o'ynaydiganlar uchun biz nima bu o'ylab sekin to'g'rilab qo'yaylik sekin baq hoppa ana bunachilar endi ana bunday qilib chiqib ketsa ham bo'ladi zina bilmasdan shu yerga oldim obunachilar hamma keyin dahshat ya'ni yuzlar bezatadi aynan rangsizini olib qo'yibman u chiroyli rangli bor yaxshilar shunaqa bambu yomon zo'r tushib qo'yadi obunachilar mana u sosiska pishirganda bu shunaqa narsalar endi tualetga o'tirib bo'lmaydimi o'tir endi sharmanda qilmanating sharmanda qilmang singlarni o'sha mayli mana o'zimizga ko'rmasak ham oyna zatto o'shancha mod bor ekan o'shancha moddan bor zatto yo'ldan ko'ra borku mayli ko'ryapsiz ajoyib endi xolodilnik turli tumani bor biz bu xolodilnikga nima edi nima edi nima edi ot qo'yib nima edi ashi iplar zina qo'yib qo'yamiz bunisiga esa parod qilmang ertalabda kiramizda va bunisiga buni qo'yamiz yo'sa xolodilnik zo'r narsa saqlaymanda bu o'zi model uchun chiroq bu narsalar emas ana pes sharmanda qilyapti ertalabda lo'y pishirib turibmiz lo'y kerakmi kerak emas lo'y pishirib turaylik mana kutubxona anaqa eskilardan ko'ra yangi modellar kerak o'qib bo'lmasa ham bo'lmasa ham ziyatda bor lekin go'zal şeylerinde yani oturamayacağını bok oturuyorsan bok var mı bence oturamayacağını çarşısına oturuyorsan sen ayağın yok kayıpta çarşıysan kayıpta çarşıysan sen et tarafta oturuyorsan tu yukarı ana harekatası yoktu nokat koşar ağır köketler armiyas şitte hemen endi bize model uyan nima bu
ustiga narsa qo'ydim ekan. Ha, bu chiroq ekan. Chiroq. Bu ham yaxshi normalikni yoritadi ekan. Kerak emas bizga. Endi bunaqa eshik. Qalla. G'ijjili eshik kimga kerak? Chiroqli lekin g'ijir. G'ijir yo'q qo'yilmaganmi deyman bunga. Mayli. Keyingi o'tiramiz. Xo'p, obunachilar davom etamiz. Endi nima qilsak? Hoppale, hoppale. Uxlaveraymikan, obunachilar. O'yingacha sizlar bir donagina like bosib qo'yinglar. Men davom etaman. Sizlarga anaqa kamera mod, ya'ni kompyuter modlardan oldin men yangi haqida serial olyapmiz. O'shanga ashi serialni modlarni sizlarga ko'rsatib o'taman. Sizlar videoga like bosing, kommentariy esa qaysi mod yoqqani yoki yoqmaganini yozib qoldiringlar. Biz videoni davom ettiramiz. Hop, mana yangi video kelgan sizlarga yana dichaston oldim. Qo'ygani ham bor. Bu nima ekan bu? Qo'yib bo'lmayapti buni. Mana bu. Ha, kalender bo'lsa kerak. U cho'yni yeydimi? Ha, hayot ekan mana. Buni ham yeb qo'yamiz. Bu ham pechenye, ha, o. Nima deyiladi, mana shu olma qandni shunaqa deyiladi, maza qo'ysa bo'ladi. Men ashini yemaganman lekin u ana bo'lmasa sovuqlar qo'ysa bo'ladi, yog'li taratar ekan. Nima bular hammasi shadi, mana bu ichi sovumayapti. Aynan endi. Payponi ichiga solamiz. Payponi ichiga biz mana bunaqa narsalar solib qo'yamiz. Sovuqqa yemaydi. Xo'p, mana sizlarga mendan sizlarga podarka. Mana payponi ichiga paypoq solamiz. Uning ichiga yana paypoq solsa bo'ladi. Payponi ichiga ko'proq cheksiz paypoqlar o'tamiz. Tursin. Mana olamiz. Bu ham solib qo'yamiz. Mana oxirgisi mashina qo'yaylik. Xo'p. Ana ichiga solsa ham bo'lar ekan. Sovuqni ichiga sovuq solamiz yoki sovuqni olganda uni ichidan sovuq chiqadi. Xo'p, ajoyib. Endi biz qolgan narsalarni ham olamiz. Nima şey bo'ladi-da? Archalarimiz, ikkita archamiz bor. O'shalarni ham olamiz. Keyin biz qorvorani olamiz. Archani almashtirib, qorvorani olamiz. Qorvorlar xumroq, bezatadigan, boshqachasi har xil bezatadiganlarni olamiz. Endi yesa kerak. Endi ko'rsatib chiqaman. Xo'p, bu narsa chiroqlar. Nima ketma-ket qo'yilmayapti? Ketma-ket qo'yal, iplos qo'yal. Mana qo'ydi. Bo'ldi. Ajoyib chiroyli o'bishni mana archamiz. Kichkinacha, buni kattasi ham bor. Bu kattasi zo'r ekan. Buni yashil va oq bor ekan. Ikkita ajoyib go'zal olmishlar. Uyda chiroq, qor va bojoq oppoq, peshanasi yalpoq. Endi qorvolarjon oppoq, qorvolar ekan. Nima qo'yamiz? Mana shuniki seriyali ko'p ishlatadigan narsa deb o'ylayman. Chunki qorvolar qaysi seriyaga ko'proq qo'yyorganman men. Mana qo'ng'iroq. Endi bizga u mashinasi bo'lgan ekan zo'r. Endi ko'ribman mashinasini. Ko'rganman, qimmatdan tepibdi. Bu narsa endi bezatganda budjet taraflari kerak bo'lsa, budjet taraflardan sekin problema yo'q qoladi mana. Xo'p. Bu narsa u mashina zo'r narsa ekan. Sekin chamas endi boshqa narsalarni ham olib kelamiz. Mana u nima ekan? Bu nima o'zimni va filmda tushunmaganim yo'qmi? Bu mana nima ekan? Mashina lekin birikta narsalarni ko'rmaganman. Chunki oddiy narsalar o'ylaganman, ko'rmaganman. Bas olmaganman, qilmaganman. Shtoyda buni olamiz. Buni ham olamiz. Buni ham qaysi filmasi ekan? Mashina, suvga boray. Mashina asar oyimga qaysi filmdan mashina? Qorbobo turib qolgan asam aytibdi biz buni. Hop. Mana kichkina qorbobojon bor. Uyda esa ixchamgina o'yinchoqcha bu. Endi bu acha besega acha uchun. Yo'q, bittagina acha bor ekan. O'yinchoq achami? Bittagina acha emas. Mana narsa lekin zo'r. Mashinasi menga o'z yoqadi. Endi ushlab ko'rayapman, menga farqi yoqadi. Obunachilar. Hoppa, mashinadan tagiga ko'proq narsa qo'yib qo'yaylik, tagiga ko'proq qo'yaylik-da. Shtoyda mana oppa.
Güzel obunachilar, ajoyib. Hoppa. Qo'y, nima qilyapti bu? Nima bu? Qo'ymayapti. Qo'ymayapti. Nima bu? Harommi, nima bu? Nima bu? At. It. Tashavvuramiz mayli. Qo'ng'iroq qo'ydik. Mashinga aytganki, mashinga ekanda o'zi. Bu nima endi bu? Bu ham kerak ekan. Bu narsa. Oddiy degan o'ylagan rostdan oddiy ekan, kerak emas bu ham. Bu ham kerak emas. 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 Oxirgisi ham kerak emas. Oxirgisi o'tamiz. Oxirog'iga tezroq nima kerak? Mashinasi bilmadim. Bu achaniki, achaniki bu narsa qolamiz. Mana kitobda hech o'qib ko'rmagan ekanman. Olaychi kitob bilan foyda olaman, lekin o'qimaganman shekilli. Bo'lsa kerak. To'xta, bu kichkinasi bor ekan mashinada. Buni ko'ramiz. Disk. Kerak emas. Buni olamiz. Yana borish kerak. Tepada yana jicha bor edi yangi yilga mos. Sekin o'tkazib olamiz. Xo'p. Qaytdiya iplos qayta ko'ruvdim-da. Boradi-da. Hop. Topolmayapman uni. Necha ertalab ham tushdi, mana topdim. Bu keyin ana bu mashinasini ko'rmaganman. Ana bir ikkitasini ko'rmaganman, mayli bo'laveradi. Hammasi eladigan. Mana bunaqa narsani u achaniki. Ana yonadigan. Rangi o'zgaradigan. Bu ham yaxshi. Stul. U virusdagi nima endi bu? Bular tiqsangiz bin narsa paydo bo'ladi. Bu qan paydo bo'lsa kerak. Shuncha divanni olib unaqa narsa mebellar qo'yib to'g'ri kerakligidan, lekin nima senga men? Kimni o'ylayapsan meni? U achaniki o'xti. Acha qo'ychi, acha jonancha yaproqlaring bayroqcha. Hop. Mana mittisi. Bitta u mashim kichkinalarni ham lekin yaxshi. Menga yo'q ekan, zo'r ekan. Stol ustiga qo'yib qo'yasam bu nima? Bilmadim nima ekan. Nima bu? Menimcha buni nima qilish kerak? Pastga tushib tepaga qo'yadigan bo'lsa kerak. Sekin pastga tushiraylik-da. Pastga tush biladim men buni. Bilaman-da. Mendan so'raylar, mana. Hoppa. Bu nima? Menimcha bu qalpoq o'xshadi, ya'ni shlepaga. Ki bo'lmayapti. Qani kiysa bo'lam? Yo'q. Nima? U qo'lga ushatib qo'ygan ekan, kerak emas bu. Nima kerak bu? Sen kerak bo'lsin, yetim. Xo'p. Kitob yo'q, farqi u. Shular omlekin go'zal. Ashlar zo'r ishlagan lekin. Bitta ichida nima bu? Kitobda ishni o'qimayman, anaqa yozuvlar chiqyapti bossam. Mayli, hammangni tashlab olaman, hammang yetimsanlar. Bo'ldi, yetimlar. Nogironlar bitta narsa ishlataman. Mana narsa qolib ketdi. Huquqning mashinasi kerak o'zi menga. Mashinasi kerak menga. Qolganini tupurib qo'y. Mashinasi kerak, uy mashinasi bilan bezatamiz biz. Nima yaroq ko'rmaganman, bular tashlab olib, endi bizga gap mermotiga qarab olamiz. Unga sizlar like bosib qo'yib, biza Yamin mo'jiga let's go obunachilar, biza ketdik. Xo'p, mana sekin kevolib bular ekan, men hamma uchun kerakli bo'lgan, hamma qiziqmoq. Xo'p, sekin ofishidan biz orqadan ko'rib chiqsaymikan-a? Natali hammasini qo'yganman. Faqat kompyuter bu tarafga qishagan, bu boshqa versiya, bu tarafga qishagan. Agar tushunmayib turgan bo'lsangiz, men sizlarga yaxshiroq tushuntirayman. Birodar, menda nusxasini olay, men ham nusxasini olish kerak. Xo'p, nima qilaman yerda nusxasini, buni ham nusxasini olay. Bot ana tushunmaganlar uchun men bu yoqqa, buni bu yoqqa va buni esa
qani edi bunisida bu yoqqa ko'ryapsizlar har tarafga egilib turgan versiyasi bu bitta kompyuterda qolgani versiyasi yo'q adashmasam bu mana yo'qol o'shirsa ham bo'ladi mana katta ekrani bor men naqshi bor uyimda ya'ni serialda adashmasam naqshi bor bor mana ishni qutisi kompyuterda qutisi bu esa mikrofonning qutisi bu mashina narsa nima ekan nodabni mashinasi uzr obunachilar sekin to'g'rilab qo'yamiz ana bo'lsa mashinasi ham bilmadim mana bunaqa kompyuter dahshat kichkina laptop ya'ni notebookcha ko'pchilik ishlatadigan notebook kompyuter notebook ko'p ishlatadi qizilidan o'sha endi nima bu televizor obunachilar televizor yuqori hop televizor obunachilar joy buni turishi yuqori o'chirsa ham bo'ladigan narsa bu hop ana narsalar o'zlaringiz bilasizlar e'tibor o'tishim shart emas go'zal hammasi zo'r obunachilar mana narsalar joy mana kameraning katta uzildi mana kameracha hop aytib buzilib qolibdi qachon buzdimmi esimda ham yo'q bu ham nima deyap turgan bo'lsa mana kameralar mana katta uzilib bor kichkina uzilib bor o'sha katta uzilib kichkina uzilib aniqda mana o'sha kameralar bunaqa joysiz ya'ni kamerasiz mana bu narsa televizorda pastki qismi simli xo'jlik desa simsiz ikki xil qismlari bor ular bitta desang mumkin lekin bir xil emas ikki xil ekan mana bunaqa mikrofonlar bor turli tuman yoqib o'chirsa ham bo'ladi rangini endi bular eng kattasi mana bu mikrofon bo'ladi mana shu mikrofonni o'zimga olsam-mikan buni har xil tuman olgan yotgani mana klaviatura seriyada bolalar izlayib turgan klaviatura bor edi mana shu klaviatura topishgan bo'lsa kerak bilmayman lekin mana o'sha bolalar ortalab turgan klaviatura da obunachilar zo'r endi biza mana bizning televizorimiz yangiroqda qo'lli versiyasimi bunaqasini ko'rmagan ekanman qayta bor bunaqa versiya qayta yo'q mana o'sha yana qo'lli versiya ajoyib obunachilar zo'r aytgan zo'r sizlarga bitta narsani ko'rsatishim ustidan chiqib qolibdi mana bu narsa ya'ni buni blogerlar ko'p ishlatadigan video vayner bir narsalar mana o'shani turbasi tepasidagi narsani bir narsa edi esimdan chiqib qoldi bu anaqa cho'miladigan narsa bas u gamer modlarga ya'ni cho'miladigan deb o'ylamanglar bu mutlaq boshqa narsa ekan mening boshdan shundan qilib o'yladim keyin bir narsaga esimga tushib qoldi nomi esimdan chiqib qoldi ipros paket ekan mayli agar sizlarga mod yoqdimi obunachilar kommentariyaga qaysi mod yozib yoqqaningizni yozib qoldiringlar bu hamma modlar ajoyib bir xili bor agar sizlarga kerak bo'lsa java versiyada men o'zim sizlarga tashlab beraman bo'pti unda biz videoni sekin tugatamiz hammangizga xayr sizlar bilan telefon expo keyingi videolargacha xayr sog' salomat bo'ling pakar obunachilar